jinsiy zo'ravonlik bilan ishlaganman, pedofillarga uchraganlar bilan ishlaganman. Ko'p holatlarda ular har doim ichida bolada jinsiy zo'ravonlik sababli qattiq qo'rquv birinchi paydo bo'ladi. Ikkinchidan, agar u qo'rquvini kimgadir aytib bera olmasa yoki aytib berganda ham ota-ona unga e'tibor bermasa, himoya qilmasa, o'sha jazolamasa pedofilni, o'smirlik davriga kelganda bu jamiyatdan ajralgandek his qilishni boshlaydi. Men g'alatiman degan hissiyot paydo bo'ladi ichida. Mendan sassiq hid keladi. Men xunukman degan fikrlar paydo bo'ladi ichida. O'ziga bo'lgan ishonch tushib ketadi. Erkaklardan juda hayiqib qo'rquv paydo bo'ladi. Gap so'zlarga ko'proq qaratadiganlar, o'zini e'tiborini quloq orqali ma'lumot qabul qiladiganlar bor. Ular men to'g'rimda hozir bular nima deb o'ylashyapti? Meni bilib qolishmadimikin? Meni shunaqaligimmi? Meni yoshligimda shunaqa bo'lganimmi? Bilib qolishmadimi degan tushunarsiz uyat va qo'rquv paydo bo'ladi qiz bolalarda. Bu tahdid qo'rquvi bor-ku, odamlar bilib qolishdi, bilib qolishmadi degan o'zini siqib ichki olamiga ketib qoladi. Hatto bir xil bolalar bor, oyog'i ham ishlamay qoladi. Yillar davomida uyda yotib qoladi. O'sha iznasилованияdan keyin, jinsiy tajovuzdan keyin. Va hali oyog'i to'g'rilanib yaxshi bo'lib ketdi deylik. Jismonan ko'rinishi ham sog'lom deylik. Lekin ruhiyatida bo'shliq paydo bo'ladi. Hech kimga kerak emaslik qo'rquvi paydo bo'ladi. Chunki u o'zini sassiq, badbo'y, odamlar men to'g'rimda nima deb o'ylaydi degan fikrlar bilan, ko'rinishim ham juda xunuk degan fikrlar bilan yashab yuradi.